أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 52. Sure Tur Mekke'de nazil boğan 49 ayet. Nahayet şefkatlik, mehriban Allah'ın isim bilen başlayman. Tur teği bilen qasam ki, uçuq qağazga yezilgan kitap yani Kur'an bilen qasam ki, Beytul Ma'mur bilen qasam ki, osmon bilen qasam ki, Qiyomat günü o't bulup yandırılgan deniz bilen qasam ki, Parvardigarının azabı çokum yüz bergüsüdür. Onunğa hiç adam qarıştıranmaydı. O günde asman qattiq davraydı. Tağlar qattiq seyir qılıdı. O günde peygamberlerini inkar qılğanlarga vay. Ular dünyada g'aflatga cho'mganlardir. O günde ular dozaqqa qattiq ittiriladi. Ularga mana bu sizlar yolg'onga chiqargan dozaqdir deyiladi. Ularga ko'zlaringlar bilan ko'rib turayotgan bu azab sehrmi yoki sizlar ko'mayyotamsizlar, dozaqqa kiringlar. Azobga mayli sabr qilinglar, mayli sabr qilmanglar, sizlarga baribir o'xshash. Chunki sizlar dozaqda mangu qolasizlar, sizlar faqat qilmishinglarning jazosini tortisizlar deyiladi. Taqvodorlar haqiqatan jannatlarda va ne'mat ichida bo'ladi. Ular Parvardigori bergan narsalar bilan huzurlanadi. Parvardigori ularni dozaq azobidan saqlaydi. Ularga qilgan amallaringlarning mukofoti uchun ko'ngillik yanglar va ishchinglar deyiladi. Ular qator tizilgan taxtlar ustida yo'langan holda o'ltirdi. Shahlo ko'zlik yo'rlarni ularga jup qilib beramiz. O'zlari iymon etgan, avlodlarimi egishib iymon etganlarning avlodlarini ular bilan teng darajada qilamiz. Ularning yaxshi amallaridan qilchimi kemaytib etmaymiz. Har odam o'zining qilmishiga mas'uldir. Ular ko'rayotgan ne'matning ustiga yana ularni ko'ngli tortgan meva va ko'ngli tortgan go'sht bilan ta'minlaymiz. Ular jannatda o'zaro may qachilangan jamlarni tutishidi. May ichish bilan ulardan bu dunyodagidek behuda so'z va gunoh sodir bo'lmaydi. Go'yo sadabning ichidagi go'hardek chiroyli g'ilmonlar ularni oylanib yurib ularning xizmatini qiladi. Ular yana ahli jannat bir-biriga qarashib parang selishidi. Ular aytadi: biz haqiqatan dunyodagi chaqda oilamizda Allohning azobidan qo'rqatdik. Allah bizga marhamat qildi, bizni zaharlik azobdan saqladi. Biz haqiqatan ilgari Allohga ibodat qilatdik. Allah haqiqatan ihson qilguvchidir, nihoyat mehribondir. Ey Muhammad, sen Qur'on bilan qavmingga vaz nasihat qilgin. Sen Parvardigoringning ne'mati bilan kohinmi emassan va majnunmi emassan. Ular aytadi: o shoirdir. Biz uning zamonning hodislariga yo'liqishini kutamiz. Ey Muhammad, aytqinki, sizlar kutinglar, haqiqatan men sizlar bilan birga kutguvchilardinman. Yana sizlar mening halok bo'lishimni kutsanglar, men bu sizlarning halok bo'lishinglarni kutaman. Ularning aqli ularni mushundoq so'z qilishga buyurumdi, hargiz undaq emas. Ular kufr dardidan oshgan qavmdir. Yoki ular Muhammad Qur'onni o'z to'qidi deyishamdi, undaq emas. Ular Qur'onga ishonmaydi. Agar Muhammad uni to'qidi degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, tuzilishda, go'zallikda, bayonda Qur'onga o'xshaydigan bir so'zni keltirib beqinglar. Yoki ular yaratquchisiz yaratilganmi, yoki ular o'zlari yaratquchimi, yoki ular osmonlarni va zaminni yaratganmi, balki ular Allohning birligiga ishonmaydi. Ularning yanada Parvardigoringning xazinalari bormi, yoki ular shay'larni xohlagancha tasarruf qiladigan koinotni bo'ysundirg'uvchimi, yoki ularning osmonga chiqib so'z tanishadigan shotisi bormi? Agar bo'lsa, ularning so'z anglag'uvchisi ochiq bir paketni keltirsin. Yoki Allohning qizlari, sizlarning o'g'illaringlar bormi? Yoki sen ulardan da'vating uchun haq so'rab, shu ziyondan ularga eg'ir yuk ortilib qilib iymon etmamdi? Yoki ularning yanada ilmi g'ayib bo'lib, uningdan g'ayib narsalarni yezib olamdi? Yoki ular sana hil-mikr ishiltamdi? Kafirlarning hil-mikrlari mag'lub bo'ladi. Yoki ularning Allohdan boshqa ma'budi bormi? Ularning sherik keltirgan butlardan Alloh pakdir. Agar ular osmonning bir parchasi tushib ketganligini ko'rsa, bu to'plashgan bulutdir deydi. Ularni halok bo'ladigan kungacha tarik etkin. O kunda ularning hil-mikri hech narsaga asqatmaydi. Ularga yordammi qilinmaydi. Ular uningdan, ya'ni oxiratdagi azobdan burun dunyodami bir turlik azobga duchor bo'ladi. Lekin ularning to'lisi buni bilmaydi. Parvardigoringning ularga bo'ladigan azobni ta'xir qilish hukmiga sabr qilgin.
Sen haqiqatan bizning himoyamizdadirsan. Uyqudan turgan vaqtingda Parvardigoringga tasbih etqin, hamda etqin. Kechidimi yulduzlar patqandan keyinmi uningga tasbih etqin.